Agarda siz YouTube kanalingizga shorts videolar joylayotgan bo'lsangiz, kanalingiz xavf ostida. Siz orada prosmotrlardan va kanalingizdan ayrilib qolishingiz mumkin. Bu videoda shortsni yomon tomonlarini aytib o'tamiz. Qani ketdik. Boshlanishiga shorts yuklayman. Undan keyin uzun videolarga o'tib, ko'p prosmotr yig'aman. Undan keyin ham obunachi keladi deb siz ham o'ylagandirsiz. Ba'zi kanallarda shorts qo'yishadi, million, 2 million prosmotr oladi. Lekin uzun video qo'yganda nimagadir prosmotrlari yo'q, ya'ni 23 ta, 24 ta va hokazo. Sizda ham shu holat kuzatilishini xohlamasangiz, uzun videolarga e'tiboringizni qarating. Keyingi muammo bu shortsda daromad kam. Shu prosmotr agar katta videoda bo'lsa, unga ko'proq pul to'lanishi mumkin. O'ylaymanki, bugungi videom sizlarga yoqdi. Kontentlarni qadrlagan holda videoga like va bosib qo'yishni esdan chiqmasin. Keyingi video nima haqida bo'lishini kommentariyga yozib ketsangiz ham mayli. Sizga preview kerakmi? Unda bizga murojaat qiling. Previewlarni xilma-xillardan yasab berishimiz mumkin. Xayr.